Mana bugün Ramazon hayiti arafasida Adix kompaniyasini Assalomu alaykum bizlar kuzatib boruvchilar. Mana Ramazon ulug' kunlarida biz Adix nomidan qariyalar uyiga Xudo xolasa eng zo'r modellarimizni hadya qilyapmiz inshaalloh. Xudo xolasa chiroyli qilib dam olish zona qilib beramiz. Duo qilib qo'yasiz inshaalloh. Mana bugün Ramazon hayiti arafasida Adix kompaniyasini shu ishchilari, o'g'illarimiz, boshqaruvchilari bular. boshqa bizlarga mana shu chiroyli shu kreslolar, massaj kreslolarini olib kelib juda bir maza qildik. Allohim bularni umrlariga, rizqlariga, kasbi korlariga Alloh o'zi barakat ato etsin. Xonadonlarida tinchlik, xotirjamlik, qut baraka, fayz baraka ato etsin. Amin. Parvardigorim bizlarga mana shu bir chiroyli kreslolarni mana bizga sovg'a qilib olib kelishibdi. Allohim bularga Alloh mana shu qilgan sovg'alarni 10 barobar qilib qaytargin bular. Parvardigorim shu Adix kompaniyasini mana shu ishchilari rahbariyatiga, mana shu butun qariyalarimiz, otaxonlarimiz, onaxonlarimiz nomidan katta minnatdorchilik bildiramiz. Parvardigorim hammaga baxtli, saodatli bo'linglar. Ikki dunyo saodatini ko'rib yurish nasib ro'zi aylasin. Amin. Alloh.